Açıq tushuk bir narsigimiz kelib qolganda oiladan mana ma'nodek eng qulay bo'lgan so'llafon qilib yesak ochiq xumarimizni biraqlam chiqamiz. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chuqib o'rganaysiz. Amsa gunush boshlaylik ketdi. So'llafonga dufupi qetvesak texim yeyishchi bo'ladi. Şuna dufupini mana shundoq nihoyat inchki sirqilib to'g'rab olamiz. Ham shundoqla pintozni oldin suvchilab tayyor qila olamiz. Ko'kot yoshlardan palak, yumg'oq sut, so'ng piyoz va samsoqni mana shundoq nihoyat pushchaqqa to'g'rab olib, oilamizdagi odam soniga qarata qach tayyor qilib olib, har bir qachiga bir qo'shqdan samsoq, so'ng piyoz, palak va 2 tal shamilya solib etib, tamtesga solish boshlaymiz. Arliq ko'rib misha kelsa, urug' tuqqanlar qo'llash ustidan yurakdan birini bergach ko'rsang rahmat. Ondan az miqdorda tuz, oq shakar va oqmish solamiz. Mening ishlatganim bo'lsa, purqalaydi kuchlik bo'lgan nardan bag'ni oqmish talqini. Keyinidan qo'shqning ustida vejing va az miqdorda achchiq suv qo'yib, qozon bor miqdorda suv qo'ygandan keyin qaynaganda pintozni bir qaynatib suzib olamiz. Dufupini bo'lsa 2 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. Ondan baya tayyor qilib olgan qachlarimizga pintoz qaynatgan suydan muvofiq miqdorda elib, ustiga pintoza va dufupilarni selib, ostidagi dorilarni yengil birini aralashtirib eritibla, ustiga yana az miqdorda xo'asang va yumg'oq chechitibla iste'mol qilish majlislar bo'ladi. Tam alayid o'zgachiqlar cho'qim bir sinab beqinglar. Amsa oxirida haqsiz yuraklarni besib, meni izchil qo'llab kelayotgan tuqqanlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Tininglar salomat, ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.